1336-yil Chig'atoy xonligi hududidagi Kesh shahrida Barlos Ulug'bey To'rag'ay va Takina xotin o'rtasida bir bola tug'ildi. Uning ismi Temur edi. Bolaligidan askarlik va sarkardalik borasida yaxshigina ta'lim olgan Temur siyosat va sarkardalik bobida yengilmas odam bo'lib yetishdi va tarixda ismini oltin harflar bilan yozdi. Asl nasli turk bo'lgan Amir Temur ham qudratli qo'mondonligi bilan ham shafqatsizligi bilan nom qozondi. Qani keling, o'zini turk dunyosining eng buyuk hukmdori sanagan Amir Temur haqida batafsil gaplashamiz. Temur tug'ilgan vaqtda Chig'atoy xonligida ichki urushlar davom etayotgan edi. Xonlikni esa Chig'atoy xon nasllari boshqarayotgan edi. Amir Temur esa Samarqandda Amir Qazag'on xizmatida edi. Amir Temur bir urushga qo'shilgan paytda oyog'idan og'ir yara oladi va umri bo'yi oqsoq bo'lib qoladi. Ammo u bu nuqsonini ot ustida jang qilib bartaraf qildi. 14-asr yarmidan keyin Chig'atoy o'lkasi Mo'g'ul xonlari tomonidan talashilayotganidan foydalangan Tug'luq Temurxon Chig'atoy xonligining Movaron-Nahr qismini ishg'ol qildi. Bu paytda Amir Temur Tug'luq Temurxonning xizmatiga kiradi va unga mukofot sifatida Kesh shahri beriladi. Oradan qisqa vaqt o'tib Movaron-Nahrda yana isyonchilar chiqishi bilan Tug'luq Temurxon yana Movaron-Nahrga kelib, bu yerda o'g'li Ilyosxo'jani hokim qilib tayinlab, unga Amir Temurni Otabek qilib tayinlab, Mo'g'ulistonga qaytadi. Amir Temur oradan vaqt o'tgandan keyin Ilyosxo'jani zolimlik bilan hukm surishiga qarshi chiqib, Amir Husayn bilan Xuroson o'lkasiga chekinadi. Oradan vaqt o'tib, Amir Temur yana davlat qurish maqsadida Movaron-Nahrga qaytadi. Amir Temur oldindan o'ziga xizmat qilgan tajribali bahodirlarini yonida to'plab, Amir Husayn bilan kuchlarini birlashtiradi va harakatga kirishadi. Amir Temur va Amir Husayn qisqa vaqtda Kesh shahrini ishg'ol qilishadi. Oradan vaqt o'tib, ularning o'rtasida taxt o'yinlari boshlanadi. Amir Temur va Amir Husayn dushmanga aylanganlaridan keyin Amir Temur Balxni ishg'ol qilib, Amir Husaynni bartaraf qiladi va o'zini oliy hukmdor deb e'lon qiladi. Temuriy imperiyasi aynan shu davrda quriladi. Amir Temur Movaron-Nahr markazida qurgan davlatini qisqa vaqt ichida markazlashtirib, kuchli davlat holiga keltirdi. Buni ko'rgan turk va mo'g'ul qabilalari qisqa vaqt ichida Amir Temurga tobe ekanliklarini bildira boshladilar. Shunday qilib, parchalanayotgan zaif Chig'atoy xonligi o'rniga kuchli Temur davlati o'rtaga chiqdi. Amir Temur kuchini to'plab, birinchi bo'lib Chig'atoy xonligiga yurishlar qildi va butun Movaron-Nahr hamda Xuroson o'lkalarini davlatiga qo'shib oldi. 1391-yilda Chig'atoy xonligida safarda bo'lgan Amir Temurga qarshi Oltin O'rda xoni To'xtamish Movaron-Nahrga yurish qilib Xorazmni ishg'ol qildi. Bu vaziyatni eshitgan Amir Temur darhol To'xtamish ustiga yurish qildi va Ural daryosining sharqiy qismida Kondurcha jangida uni mag'lub qildi. Shu bilan ham yo'qotilgan tuproqlarni qaytarib oldi, ham mintaqada qudratini kengaytirdi. Shundan so'ng Amir Temur Eronda hukm surgan Muzaffariy davlatini butunlay ishg'ol qildi. Yana shu yilning o'zida Bag'dodni olib, Jaloir davlatini yo'q qilgandan keyin yo'lini shimolga burdi va Ozarbayjonni davlatiga qo'shib olib, tuproqlarini yanada kengaytirdi. Shu paytga kelib Amir Temur o'zini butun turk dunyosining eng katta lideri sifatida e'lon qilgan va Usmonli, Oltin O'rda hamda Chig'atoy xonligiga o'ziga tobe bo'lishni taklif qilayotgan edi. Bu davrda Movaron-Nahrda og'ir mag'lubiyatga uchragan To'xtamish Amir Temurga tahdid qilayotgan va yana bir urushga hozirlik ko'rayotganini bildirgan edi. Amir Temur esa bu tahdidni bartaraf qilish uchun Oltin O'rdaga yurish qilishga majbur bo'ldi. Terakda bo'lgan jangda Amir Temur g'alaba qozondi va Oltin O'rda bu davrdan keyin parchalanish davriga kirdi. Kavkazdan keyin Hindistonga safarga chiqqan Amir Temur Dehligacha bo'lgan tuproqlarni qo'lga olib, katta miqdorda oltinlar va jangovar fillar bilan Samarqandga qaytdi. Dehlidan Anadolugacha birlashtirgan Temurxonning keyingi manzili Usmonli edi. Saljuqiylar davridan beri Anadolu kichik beyliklar tomonidan boshqarilgan va bir bayroq ostida yig'ilmagan edi. Boyazid tomonidan tuproqlari ishg'ol qilingan turk beylari Amir Temurdan yordam so'rab keladi. Ular Amir Temurdan Boyazid ulardan olib qo'ygan tuproqlarini qaytarib berishini so'rashadi. Amir Temur esa bu davrda Bolqon yarimorolida urushda bo'lgan Boyazidga xat yozib, Usmonlini Temuriy himoyasiga kirishini taklif qildi. Lekin Yildirim Boyazid bu taklifni rad etib, Amir Temurga og'ir haqoratlar qildi. Bu vaziyatdan keyin Amir Temur Sivasni qisqa vaqt ichida ishg'ol qildi. Mamlukiylar davlati ichki urushlardan kuchsizlanganidan xabar topgan Amir Temur Halab, Xama
va Damashq kabi katta shaharlarni ham ishg'ol qildi. Amir Temur Suriyada ekanidan foydalangan Yildirim Boyazid Sivasni qaytarib oladi va Erzurumgacha borib Amir Temurning xizmatidagi Qoraqo'yinli sulolasi vakilini asir oladi. Bu vaziyatdan xabar topgan Amir Temur Yildirim Boyazidga xat yozib, Usmonlini Temuriylarga tobe bo'lishini, ishg'ol qilingan tuproqlar qaytarib berilishini va Qora Yusufni topshirilishini talab qiladi. Bu maktubga Yildirim Boyazid haqoratli javob bergandan keyin Amir Temur 140 ming kishilik qo'shini bilan Usmonliga yurishga chiqdi. Amir Temur Kayseri orqali Anqaraga kelib, u yerni qamal qila boshladi. Yildirim Boyazid ham bu paytda qo'shinini to'plab Anqara yaqinlariga keladi. Amir Temur qamalni to'xtatib, qo'shinini Chubuq tekisligiga olib keldi va muhoraba tartib olindi. Yildirim Boyazid esa ko'p qo'llagan Hilol taktikasidan foydalandi. 1402-yilda Boyazid ilk Azob birligi bilan hujum qilib, Anqara muhorabasini boshlab berdi. Qarshisida yengil piyoda qo'shini ko'rgan Amir Temur ilk zarbani o'qchilar bilan berdi. O'qchilarning zarbalaridan keyin Azob birliklari og'ir yo'qotishlar bilan orqaga chekinishdi. Amir Temur esa Samarqandning zirhli suvoriylari va jangovar fillarini qo'lladi. Ilk marotaba jangovar fillarni ko'rgan Usmonli askarlari yetarlicha qarshilik qila olmasdan chekina boshlashdi. Jang boshida Usmonlining chap qanotida joy olgan qora tatarlar Amir Temur tomoniga o'tib ketishdi. Kutilmagan bu holatdan keyin Boyazid qo'shinining bir qismini chap qanotga o'tkazmoqchi edi, ammo o'ng qanotdagi Anadolu beylari askarlari ham Amir Temur tomoniga o'tib ketdilar. Har ikki qanotidan ham ajralgan Boyazid qolgan quvvatlari bilan himoya pozitsiyasiga kirdi. Shundan keyin Yildirim Boyazid bir o'zi 300 askari bilan jang maydonida yolg'iz qoldi va so'nggi bor hujumga kirishdi. Bu hujum natijasida Yildirim Boyazid otdan yiqilib asirga olindi. Shunday qilib Amir Temur bu urushda g'alaba qozondi va Usmonli davlati og'ir bir davrga kirdi. Anadolu beyliklari tuproqlari esa qaytarib berildi. Jangdan keyin Amir Temur Boyazidning o'g'li Shahzoda Mustafoni yoniga olib, poytaxt Samarqandga qaytdi. Amir Temurning endi asosiy maqsadi turklarning eski dushmani bo'lgan Xitoy edi. 1405-yilda Xitoy yurish uchun hozirliklar ko'rilayotgan paytda Amir Temur eng buyuk maqsadi bo'lgan Xitoyga yurishga chiqa olmay 69 yoshida vafot etdi. Amir Temur o'lgandan keyin davlatining chegaralari Dehlidan Bursagacha, Arab yarimorolidan Irtish daryosigacha kengaygan muazzam hududlarni qoplagan holda edi.